Саламатсыздар, урматтуу фермерлер, урматтуу дыйкандар. Бүгүн кезектеги биздин видео сабагыбызды уюштуруп жатабыз. Негизинен бүгүнкү сабагыбызда, бүгүнкү видео роликте балгар калемпиринин кантип эгүүгө, топуракка отургузууга даярдоо көчөттөрдү, жерди кантип даярдап, анан көчөттү топуракка отургузуу жөнүндө биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Анда бул процессти, эгүүнү, топуракка эгүүнү көрсөтүп берүү үчүн биздин Жашылча долбоорунун алкагындагы агрегаторубуз Кадыров Абдырахымжан көрсөтүп берет. Assalomu alaykum dehqonlar, yaxshimisizlar hammalar? Xudo xolasa mana balg'ar ekadigan mavsumga yetib kelibmiz. Shunga balg'arlarda ekish jarayoni boshlanyapti. Balgarskilarimizni ekishdan oldin yerlar tayyorlaymiz. Bu hozir tayyorlangan yer hisobida turibdi, tayyor, ekishga tayyor. Buni tayyorlashdan oldin o'zi aslida toza qilib, hashak-hushakdan tozalanib turib, sotik hisobiga 300 kilo, 350 kilo atrofida go'ng solinsa, bir 2 kilo, 3 kilodan amifos solib turib, sochib yuborib turib, motabloyda 2-3 sulok chiroyli qilib chopiladi. Yer yaxshi chopilgandan keyin yerni tekislash kerak. Suv yurish holatini nihoyatda ahamiyat berish kerak. Men kapelnisida sug'oraman degan odam ham buni past-balandini ko'rish shart. Nimagaki ekinimiz chuqur yerdagi nam sekin ketgan hisobiga ekinlarimiz 2 xil bo'lib qoladi. Kasallikka oson chalinadigan bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha yerni chiroyli qilib tekislash kerak. Yerni tekislagandan keyin balgarskilar ekishga tayyorlash uchun mana bunday qilib ketmonchalarda uyalar ochilardi. Bu yog'i bir-birini orasi 40 cm dan 35 cm gacha yerda strukturasi, joylashuv nimasiga qarab turib tayyorlanadi. Agati 60, yuradigan yo'lag'i 70 cm bo'ladi. Shunda xudo xolasa balgarskilarimiz chiroyli hosilni beradi. Ekish jarayonini ham ko'rsatamiz. Hozir mayallarda 35 shuna atrofiga ekilyapti. Ko'chatxonada birinchi suv berib, ertaga ekiladi degan kuni suv beriladi. Sababi tuprog'i chochilib ketmasligi uchun. Agar bu tuprog'i sochilib ketsa, bu ko'chatimiz o'pish ko'chat hisobida bo'lib qoladi. Shuning uchun tuprog'ini ehtiyot qilib olib kelishlik. Yerga o'tirgizayotganimizda ham tuprog'i sochilmasligi kerak. Ehtiyot qilib chiqarib ekiladi. Bu ko'chat ekishda bir 3 xil yo'nalishi bor. Bu bitta yo'nalishi hozir buni ekyatib, ko'mgandan keyin yonidan agat ochib turib, shunda yengil suv qo'yiladi. Bu bitta nimasi. Ikkinchisi xuddi mana shu yamalarga 1 litrdan suv quyib chiqiladi. Yana bitta varianti kapelnisa qo'yiladi, xuddi shu holatiga. Dehqon o'zini sharoitiga kelib chiqqan holda, yerini sharoitiga kelib chiqqan holda shuna qilib eksa bo'laveradi. Balgarski ko'chatlarimiz ekilgandan keyin ketmonda shunchalik kichkinaroq qilib agatchalar ochamiz. Shunda biz o'rtacha holatda suv beramiz. Suv berganda 1 soatdami, 2 soatdami shu ko'chatga namli yetib borsa bo'ldi. Endi bu ko'chatlar ekib o'tib, sug'orib o'tgandan keyin bu 5 kundami, 4 kundami yo 1 haftadami bu yerlarimiz yetilishi mumkin. Ana shunda balgarskiyni sostenasiga qarab, agar o'ta chanqab ketayotgan bo'lsa, yengil azotdan yalatma qilib beriladi. Amifos bo'lsa, amifosdan ham yalatma qilib turib, suv qo'yamiz. Yetkizib to'xtatamiz agatlarni. Agar balgarskiylarimiz chanqamagan, yaxshi holatda turgan bo'lsa,
xuddi o'sha dorilarda ana shu holatda solinadi, ko'mib chopiladi. Ana shu birinchi uxotlarimiz shu ekinimizni rivojlanishiga katta zavis qiladi.